kelganingizda mana Hadicha onamizni muborak qabrlarini ziyoratiga, jin masjidlar, daraxt, bayroq masjidlarni ziyoratiga kelyapmiz. Mana hojilarimiz hammalari birgalikda kelishyapti. Alloh taolo hammalarini qiladigan ziyoratlarini, ibodatlarini Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Hoca otalar, hoca onalar, mana sizlar bilan biz Makka-i Mukarramada yana bir ulug' joyga keldik. Mana bu ro'parada ko'rib turganimiz Roya masjidi. Bu bayroq masjidi degan. Arabchasiga Roya, biz o'zimizning tilda bayroq masjidi bo'ladi. Ana shu masjidda Payg'ambar alayhisalom Makka-i Mukarrama fath bo'lgandan keyin musulmonlar g'olib bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisalom ashirga bayroqni qoqib Makka Ka'baga qarab 2 rakat namoz o'qishgan. Mana shu masjidga. Shundayna, mana shu yerga chodir tikib, mana shu joyda Payg'ambar alayhisalom Baytullohga qarab 2 rakat namoz o'qishib, mana shu joyda qaranglar. Mana bu sahobalarga mana shu nimadan tushgan o'ljalar bor-ku. Endi qaranglar. Daraxt, mana siratlarda o'qigansizlar, daraxt voqeasi bo'lganda Payg'ambar alayhisalomga daraxt nima qilgan? Salom bergan. Mana bu sizni biz ko'rib turgan masjid, mana shu daraxt masjidi. Arabchasiga shajara masjid bo'ladi. Shajara masjid deydi. O'sha bir nimalar qaranglar. Mushriklar aytadiki, ana Payg'ambar Payg'ambar alayhisalom buni Alloh taolodan so'raydi. Daraxt bo'ladi. Daraxt tomiri bilan chiqadi. O'rnidan chiqib yurib kelib Payg'ambar alayhisalomga salom beradi. Eshitgansizlar, salom berib yana o'rniga borib nima qiladi? O'rniga turib oladi. Ana shu xuddi ana shu daraxt voqeasi mana shu yerda bo'ldi. Shundaymi? O'sha Payg'ambar alayhisalomga kelib salom bergan o'sha daraxt voqeasi xuddi mana shu joyda bo'lgan. Shu o'rniga mana masjid qurilib, hozir narigida ham 5 mahal namoz o'qiladi. Roya masjidida, bayroq masjidi. Bu daraxt masjidida ham 5 mahal namoz o'qiladi hozir. Jamoat azon chaqiriladi, namoz o'qiladi. Mana shu joyda. Shundaymi? Mana shu Makka hududida so'rab qolsa, o'sha bayroq masjidi, daraxt masjidi arabchasiga Roya bo'ladi, Roya masjidi shajara masjidi bo'ladi. Shundaymi? Endi mana yo'lda hozir Asmo onamizning qabri bor. Haligi qabr g'orga borganda aytdiga Payg'ambar alayhisalomga ovqat olib chiqqan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizlari Asmo onamiz dedi. Mana shu sizni biz ko'rib turgan qabriston Asmo onamizning qabrlari bor. Mana shu qabriston mana shu yerga mana bu tomonda qabrlari o'sha Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizlari bo'ladi. Hali qabr g'orida yetarli mushriklardan qochib chiqib yashirishdi-yu, hali o'rgamchaklar nima tortib bordi, birinchi bordi. Mana shu yerda 3 kun turishganda o'sha Asmo onamiz ovqat olib chiqqan. Bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizlari bo'ladi. O'shanda aytdim men, o'sha Payg'ambar alayhisalom aytganki, Asmo hali buni mukofotini jannatda olasan degan. Ikki belbog' sohibi deydi, o'sha belbog'iga otalariga Payg'ambar alayhisalomga ovqat baylab, balandligini ko'rsayni, ana shu baylanga ovqat olib chiqqan. 3 kun. O'shaning uchun bu ham o'sha ulug' qabr. Biz Makka-i Mukarramadagi masjidul Jin masjidi. Buni nimaga Jin masjidi deydi? Qaranglar. Alloh taolo Qur'onda oyat qilgan. Jin va insonlarni men yaratdim. Shundayda hammamiz iymon keltirganmiz, bunga ishonishimiz kerak. Qur'onda al-Tenbitta Jin surasi kelgan. Ham bora bilasizlar, shuning uchun bu jin bor narsa, hamma iymon keltirgan, bunga ishonish kerak. Payg'ambar alayhisalom mana shu joyga Abdulloh ibn Mas'ud bilan kelishadi. Abdulloh ibn Mas'ud bilan kelishib, Abdulloh ibn Mas'udga mana shu bir doira chizib berishadi. Mana shu doiraning ichidan siz chiqmaysiz deydi.
Ana shu ichkariga kirishib, Payg'ambar alayhisalom bir necha jinlarga Qur'on o'qib berishadi, tilovat qilib berishadi. Ana u Qur'onni eshitgan jinlar hammasi nima bo'ladi? Musulmon bo'ladi. Shu jinlar ko'pligidan qavat-qavat bo'lib ketgan deydi. Mana shu joyda. Shuning uchun jinlarda ham musulmoni ham bor, o'sha kofir ham bor. Bular ham namoz o'qiydi, bizga ko'rinmaydi. Bular bizga ko'rinmaydi. Tushundinglar? Shuning uchun hammamiz iymon keltirganmiz, ishonishimiz kerak. Mana shu joyga kelib Payg'ambar alayhisalom o'sha jinlarga Qur'on o'qib berishgan. Shuning uchun mana shu joy jin masjidi bo'lib qolgan. Mana o'qishyapti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا والولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mübarek kabirlerine geldik. Ana şu devorning ichida oq devor ko'ryapsizlarmi? Ashuni ichida Hadicha onamizni mübarek qabrlari bor. Bu qabristonni Jannatul Maolo deydi. Ha? Jannatul Maolo deydi. Bu qabristonda hozir ham dafn qilinadi. Mana bu Hadicha onamizni hammangiz bilasizlar, Payg'ambar alayhissalomga ayollari bo'ladi. Hadicha onamiz 40 yoshda bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom 25 yoshda bo'lgan. Bular nima qilishgan? Turmush qurishgan. Shu bir ozgina yashashgan bo'lsa, bir juda chiroyli, bir muhabbatli yashashgan. Payg'ambar alayhissalom Hadicha onamizni o'sha Hadicha onamiz bilasizlar boy barolardan bir saxovatli bo'lgan. Hadicha onamizning karvonlarini Payg'ambar alayhissalom o'sha boshqa diyorlarga borib kelganda bir barakotli kelar ekan o'sha karvonlar. Shuning uchun ana bu Hadicha onamiz Payg'ambar alayhissalomga men aytdim-sizlar haligi nima qorga borganda, Nur tog'iga borganda Payg'ambarlik vahiysi keladi. Vahiysi kelganda ana keyin Payg'ambar alayhissalom uylariga kelganda o'zlarini bir issig'lari oshib,
Hadicha meni o'rab qo'ying deyishadi. Hadicha meni o'rab qo'ying deyishadi. Shunda Hadicha onamiz o'rab qo'yganda shunda mana kelgan vahiyni aytadi. Shunda Hadicha onamiz birinchi bor shu vahiyni eshitib, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Birinchi iymon kalimasini kim keltiradi? Hadicha onamiz. O'shaning uchun ummul mo'minin, butun mo'minlarning nimasi? Onasi bo'ladi. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalomga birinchi iymon keltirgan bu Hadicha onamiz bo'ladi. Hadicha onamizning iymonlari shunaqa bir baquvvat bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytishadiki, butun mo'min musulmonlarning iymonini bir tarozini bir pallasiga qo'yinglar. Hadichanikini tarozini bir pallasiga qo'ying. Kimga og'ir keladi? Hadichaniki og'ir keladi. Shunaqa bir iymonlari bor. Onamizning iymonidan bersin. Shuning uchun xulqlari ham bir juda bir go'zal bo'lgan. Hadicha onamizni ikki kafan sohibi deydi, bilasizlar-a? Nimaga ikki kafan sohibi deydi? Hadicha onamiz o'tishidan oldin Payg'ambar alayhissalomga o'sha so'rashadi, men o'tgandan keyin shu meni chaponimni shu kafanlik qilib o'ring deyshadi. Shunda Hadicha onamiz olamdan o'tgandan keyin ana shu o'sha Jabroil alayhissalom jannatdan yana bir kafan olib keladi. O'sha Jabroil alayhissalom aytadiki, bu Hadicha butun bor mulkini Allohning yo'lida. Alloh rozi bo'ldi. Kafanlikni kimdan deydi? Bizdan deydi Alloh. Alloh taolodan. Shuning uchun jannatdan bir xushbo'y kafanni olib kelib, birinchi o'sha jannatdan chiqqan kafanga kafanlanishadi. Uni ustidan Payg'ambar alayhissalom chaponlarni o'rashib keyin dafn qilishadi. Shuning uchun nima deb ikkita kafan sohibi deydi. Hadicha onamiz hammalarning bilasizlar, omadlari ko'p bo'ldi. Mana hojonalar ko'p hammalar eshitgansizlar, endi ulug' karomatlari bor. Kim biladi Hadicha onamizning karomatlarini? Juda bir ulug' karomatlari bor. Shu bitta ulug' karomatlari bor. Buni kim biladi? Mana ayollar ko'p mana siyratlarni o'qigansizlar. Aytinglarchi, Hadicha onamizning bir ulug' karomatlari bor. Bilasizlarmi? Qancha men charchab kelgan bo'lsam ham Hadichani bir anavsi desa men yengil qishda ketaman degan. Ha, to'g'ri. Yana kim biladi? Aytinglarchi. Aytingchi. Bilmadingmi? Endi qaranglar, men aytib beraman. Hadicha onamiz Jabroil alayhissalom o'sha g'ordeligida, Payg'ambar alayhissalom g'ordeligida Jabroil alayhissalom vahiy olib chiqadi degan. O pastda Hadicha onamiz bir ovqat ko'tarib Payg'ambar alayhissalomga olib kelayotgan bo'ladi. Shunda Jabroil alayhissalom aytadiki, "Ey Muhammad" deydi. Ana pastda kelayotgan Hadicha deydi. Hadichaning qo'lida sizga yegulik bir narsa bor deydi. Hadichaga Alloh taolo salom yubordi. Shu Hadichaga bizni salomimizni yetkazib qo'yasiz. Alloh taolo sizga salom yubordi. Qaranglar, salom payg'ambarlarga, nimalarga salom, nimalarga kelmagan. Hadicha onamiz nima qilgan? Alloh taolodan salom olgan zot. Shundaymi? Karomatlar, ulug' karomat qilinglar. Alloh taoloning o'zidan salom olyapti. Shundaymi? Hadicha onam shunaqa bir karomatlari ulug' bo'lgan. Shuning uchun jannat bashorat bo'lgan. Jannatul Ma'lo deyapmiz-a? Bu qabriston o'zida kim olib yotibdi? Jannat bashorat bo'lgan Hadicha onamiz olib yotibdi. O'sha Jannatul Ma'lo deydi bu yerda. O'sha arablarda sanasi taksir sanasi Jannatul Ma'loga olib tashlasa, xuddi mana shu qabristonga olib keladi. Shundaymi? Shuning uchun Hadicha onamizni endi Hadicha onamiz siyratlarini endi boshladi. Aziz joyga muborak Hadicha Kubro, Hadicha onamizni mana ziyoratiga keldik. Alloh taolo bizlarning ziyoratlarimizni qabul qilsin. Alloh o'zi qabul qilgin. Mana shu joylardan hammalarimiz nomai amallarimizga bir ulkan ajrlarni olib qaytishni Alloh taolo o'zi nasibi ro'zalagin. Mana qizlarimizga, farzandlarimiz, qiz nevaralarimizga Alloh ham mana shu Hadicha onamizning xulqidan bergan. Hadicha onamizdaqa bir saxovatli, boy bir badavlat, bir ehsonchi bo'lgan, bu qizlardan bo'lib yetishini Alloh taolo nasibi ro'zalagin. İymonlarini Hadicha onamizdaqa bir baquvvat qilgin, Mana hozir gapirib o'tgan iymonlarini Hadicha onamizning iymonidan bergin qizlarimizga. Ilohim mana shu ulug' joylarga qadamlarimizni birinchi bor qo'yib qo'ymagin. Yana qayta karrot kelib mana shu joylarda farzand nevaralar bilan yana kelib ziyorat qilishni Alloh taolo yana hammamizga nasibi ro'zalagin. Allohim
Mana bu safarlarimizga o'zing xayrli qilgin. Bir go'zal holatda keldik ha. Mana go'zal ibodatlarda, ziyoratlarda qildik. Yana bir hurmatchilik bilan yurtga, vatanga yetib olishimizni Alloh taolo birlana va livalidayna va jami' mu'minina val mu'minat val muslimina val muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم